Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi metal konstruksiyadan tayyorlangan 2 xonali uyimiz tayyor bo'ldi. Qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ularimizni fasadiga profnastel ishlatganmiz. Tomyob profnasteldan bo'lgan, ya'ni tunukadan. Bunimiz asosiy razmeri 3 metrga 9 metr bo'ldi, общий. Akfa eshik romlar o'rnatilgan. Oynaklari 2 qavat qilingan. Shuma izolyatsiyalari bo'lgan. Bismillah. Kiraverishimizda oshxonamiz razmeri 280 ga 380 qilingan. Apshipkalari dekordan berganmiz. MDF dekor, 2 qavat utoplet, ya'ni miniatur bilan po'kak solingan. O'rtaga MDF eshik o'rnatib berganmiz. Televizorlarigacha bo'lgan, elektr montaj gilamlari. Bu yoqda bo'lsa hammom. Hammomda bitta dushovoy, darakvina, oynaga bilan elektrlik Royal Ariston. Bu joyga bo'lsa kir mashinaga joy tashib ketdik. Pollarni kafel qilib berganmiz. Ozgina chala ishlari bor kafelni. Bu yerda apshipkasi bo'lsa dekor plas qilingan, ya'ni suvga chidamli bo'lish uchun. Xo'p, bu tomonda bo'lsa yotoqxona. Yotoqxonamizning razmeri ham bir xil, ya'ni 280 ga 380 forchka qo'yilgan. Bunimiz apshipkasi ham dekor MDF qilingan, 2 qavat utoplet, shu masalasi. Devonlarni o'zlari o'rnatib olishdi. Xo'p. Bu uylarimizning narxi 1 kvadrat metri $200 dan chiqadi. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimgadir kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar.